Shunaqa ayollar bor, eridan ko'ngli sovib ketgan. Boshida erini juda ham qattiq sevganda, o'sha yillar davomida berilgan zarbalar, qilingan xiyonatlar, qilingan muomalalar tufayli o'sha ayol kishini ko'ngli sovib ketgan. Bu narsa uchun 1 yil, 2 yil u kamlik qiladi-da, kamida 8-9 yillik narsa bo'lish kerak edi. Bu narsa uchun, bu darajada ko'ngil sovish uchun. Erkaklar juda qattiq o'ziga ishongan holda aytadi-ku, "Qatga ham ketasan, kim uylanadi senga, voy bilat, bolalaring bilan kimga keraksan san" deydi-ku. Mana shu narsaga rioya qilgan holda xotinni ko'p dilini ortadi. Bilmabman qalbingizni og'ritib qo'yganlarim, aslida siz ham o'zi nafsining qurbonlari. Dunyo taxtidan ketgan qancha shoh sultonlari, bevafo dunyoga